Davron aka, shu g'isht biznesingizni qanaqa qilib boshlagansiz? Bu biznesga ideya qayerdan kelgan sizga? Hozirgi kunda biznesni mijozlarning xohish va istaklari boshqaradi va biz ham ularga moslashib ishlashimiz kerak. Zamonaviy biznes olamida hamma orzu qilgan divanda yotib olib ishlashning imkoni yo'q. Biz ham do'stlarimiz bilan 2016-yil sayohat qilgani chiqqandik. Singapur shaharlarida aylanib yurganimizda bir qurilish obyektiga ko'zim tushib qoldi. Va u yerda teshikli upakovkali g'ishtlarni furalarda olib kelib, kralarda tushirayotganini ko'rib qoyil qoldim. Va O'zbekistonda shu xizmatni yo'lga qo'yishni niyat qilib qo'ydim. 2020-yil birinchilardan bo'lib shu xizmatni faoliyatini boshladik. Hozirgi kunda ko'plab qurilish va firmalari va mahalliy yuk quruvchilar bilan ishlab kelyapmiz. 150 ming 200 ming g'ishtga yaqin g'ishtni Toshkentga yetkazib kranlari bilan tushirib beryapmiz. Kelgusida bundan ham ko'p loyihalar ustida ishlayapmiz va xalqimizga bundan ham zo'r xizmat qilishdan to'xtamaymiz, yengillik qilishdan to'xtamaymiz inshaalloh.